Assalomu alaykum. Qaramarpuz ta'lim markazi o'quvchilari va kuzatuvchilar. O'quv markazimizda bo'lib o'tgan diagnostik blok test imtihoni savollari majburiy matematika qismi yechimlarini tahlilini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, hozir men bizda matematika fizika yo'nalishida o'tkazilgan blok testning matematika qismi, ya'ni majburiy savollari matematikasining yechimlarini tahlilini berib ko'rib chiqamiz hozir birgalikda. Demak, 11-savoldan boshlayman-da. 11-savolda aytadi, hisoblang degan. 5 ta 7 ni ayiradigan bo'lsa, -2 bo'ladi. 9 dan 11 ni ayiradigan bo'lsam, yana -2. 13 dan 15 ni ayirsam -2, -2, bu ham -2 bo'ladi. Plus buni ko'paytiradigan bo'lsak, 22 chiqadi. -2 dan 5 ta bo'lgani uchun -2 ni 5 ga ko'paytiraman, ya'ni -10 deyman, qo'shilgan 22. -10 ga 22 qo'shadigan bo'lsam, ayrilib ketadi. Kattasidan kichigiga ayrilib, kattasini ishorasi qo'yiladi. 22 dan 10 ni ayirib qo'ysam bo'ldi-da, ya'ni 12 degan javob keladi. Bu javob. 12-savol. Quyidagi diagrammada 3 ta korxona tomonidan mart, aprel, may oylaridagi ishlab chiqarilgan detallar soni keltirilgan. Diagrammada berilgan ma'lumotlardan foydalanib, ikkinchi korxona aprel oyida deyapti. Ikkinchi korxona bo'lishi kerak. Hamda ikkinchi korxonaning aprel oyidagisi kerak bizga. Xo'p, qaraymiz, mana aprel oyi topdik. Endi ikkinchi korxona bor degan bo'lsa, mana bunday chiziqda bo'lar ekan. Mana bu 44 bo'ladi shunda. Ikkinchi korxona aprel oyida 44 ta detal ishlab chiqargan. Endi bilan 3-korxona deyapti. 3-korxonaning mart oyida ishlab chiqarilgan, ya'ni mart oyi bu yoqda. Mart. 3-korxona mana nuqta-nuqta shaklda keltirilgan ekan, mana 36 bo'lgan. Endi jami qancha deb so'rabdi? Yig'indisi so'ralgan. Qo'shadigan bo'lsam 80 chiqadi. S javob bo'ladi. 13-savol. Qishga tayyorlab qo'yilgan 500 tonna ko'mirning 300%, 30% dekabr oyida, 35% yanvar oyida ishlatilgan. Yanvar oyida dekabr oyiga nisbatan necha tonna ko'mir ishlatilgan deyapti. Endi bizlar hozir 500 ning 30% ni hisoblasam, dekabr oyida qancha ishlatilgani kelib chiqadi. 35% ni hisoblasam, yanvar oyida qancha ishlatilgani kelib chiqadi. Endi qancha ko'pligini bilish uchun natijalarni ayirish kerak-da. Endi hisob-kitobi sal ko'proq bo'ladi. Men oddiyroq usul taklif qilmoqchiman. Hozir foizlardan ketamiz. Ya'ni bunday qarasam, yanvar oyida 35% edi. Dekabr oyida 30% edi. Shunda foizlardan qaraydigan bo'lsak, necha foiz ko'p? 5% ko'p. Ya'ni 5% ko'p ko'mir ishlatilganda 5% degani o'zi qancha kilo bo'ladi? Ya'ni 500 kilogramning 5% ni hisoblaymiz. 5% ni hisoblash uchun 5 taqsim 100 ga ko'paytirish kerak. 100 bilan 500 ni 100 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda 5 qoladi. Ya'ni qisqartirsam 5 5 25 degan javob keladi. Javobi B bo'ladi. 14-savol. Agar doiraning yuzasi 64 pi santimetr kvadrat bo'lsa, uning radiusini toping. O'zi bizda doira yuzi, mana doira yuzi teng bo'ladi pi degan son ko'paytiramiz radiusni kvadratiga. Ya'ni buni harflarda yozadigan bo'lsak, s teng pi ko'paygan r kvadrat deb yoziladi. Bizga s ni o'rniga 64 pi chiqqani aytilmoqda, barobar pi ko'paygan r kvadrat. Bu yerdan o'ylasak, r ga necha qo'ysak 64 ga aylanadi. Ya'ni 8 qo'ysam, 64 pi bo'ladi. Bo'ldi, radius so'ralgan 8 bo'ladi. Bu javob. Endi 15-savol. Rasmda qirrasi 2 metr bo'lgan kichik kubning yoniga rasmda ko'rsatilgandek qilib katta kub joylashtirilgan mana. Endi katta kubning to'la sirtini toping debdi. Xo'p, kichik kubning qirrasi katta kub qirrasining yarmiga teng. Demak, kichik kubning qirrasi 2 metrdan bo'layotgan bo'lsa, katta kubning qirralari 4 metrdan deb olamiz shunda. Endi bizda to'la sirti degani, to'la sirti desa, mana bu shakl, ya'ni mana bu jism, hosil jismning tashqi qismidagi barcha yoqlar, yuzalar yig'indisi so'ralgan bo'ladi. Mana bu to'rtburchak, bu yerdagi to'rtburchak bor. Bu yerda orqa tarafda yana bitta to'rtburchak bor.
Yon tarafda bor, ustki qismida bor mana. Past qismida bor. Jami 6 ta. Ya'ni bular kvadratlardan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni bittasining yuzasiga keladigan bo'lsam, 4 ko'paygan 4 bo'ladi-da mana. Mana buni yuzini topadigan bo'lsam, 4 ko'paygan 4. Xuddi shundaydan 6 tasi bor. 4 ko'paygan 4 dan 6 ta ya'ni kvadrat bor. Shularning yuzalari yig'indisi ko'pning to'la sirtini tashkil etadi. 4 4 16, uni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 96 bo'ladi. Ya'ni ajoyib. 16 savol. 4 soat 34 daqiqa vaqt necha daqiqa vaqtga teng debdi. 1 soatda 60 daqiqa bor. Shuning uchun 4 soatda qancha desa 4 ni 60 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 240 daqiqa bo'ladi 4 soatda. Endi shuni 240 ni ustiga 34 daqiqani qo'shib qo'ysam bo'ldi. 274 daqiqa vaqtga teng bo'ladi. Da javob. 17-savol. Poyezd 4,5 soatda 495 km yo'lni bosib o'tdi. Poyezdning tezligi o'zgarmas bo'lsa, 275 km ni yo'lni qancha vaqtda bosib o'tadi deydi. Endi formulalar bilan ishlaydigan bo'lsak, bizda yo'l nimani? Tezligini, mashinaning tezligini aniqlash uchun, poyezdning tezligini aniqlash uchun uni bosib o'tgan masofasini, shu masofani bosib o'tish uchun ketgan vaqtga bo'laman. Ya'ni 495 km ni bo'lishim kerak 4,5 ga. Shunda 10 ga ko'paytirib yuborsam 4950 bu 45, ya'ni bo'lishim oson bo'ladi shunda. Buni oddiy qilib virgul surib yubordim deb tushunsak ham bo'ladi. Bunda virgul yo'q bo'lgani uchun bitta 0 qo'yib ketiladi. Buni bo'lib olamiz endi. Necha chiqadi? 4950 bo'lamiz 45 ga. Birdan bersam 45 4 45 yana 1 45. Mana bu 0 ni bu yoqqa tushib qo'ysak 110 bo'ladi-da shuna javob. Demak 110 tezligi 110 kilometr taqsim soat ekan. Mana kilometr soat ekan tezligi. Xo'p, endi agar poyezdning tezligi o'zgarmas bo'lsa, ya'ni tezlikni 110 km soatda yursa demoqchida, endi 275 km ni necha soatda bosib o'tadi deydi. Bizda ketgan vaqtni topish uchun esa bosib o'tiladigan masofani tezligiga bo'ladigan bo'lsak, shunda ketadigan vaqt kelib chiqadi. Bizga masofani 275 deb aytilmoqda. 275 kilometrni 275 bo'lishimiz kerak nechaga? 110 ga. Buni 11 ga qisqartirib yuboramizda. 11 ga bo'ladigan bo'lsam 25 qoladi. 11 ga bo'lsam 10. Yana 5 ga qisqartiradigan bo'lsam 5 taqsim 2 bo'lib qoladi. Ya'ni 5 taqsim 2 2,5 soat vaqt kerakda. Buni 2,1 taqsim 2 deb yozib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni C javob bo'ladi. 18. Katak daftar varog'iga alfa va beta burchaklar chizilgan. Mana bu rasmlar. Shu burchaklar uchun quyida berilgan tengliklardan qaysi biri o'rinli? Har bir katak kvadratdan iborat demoqda. Endi bunga e'tibor qaratamiz. Mana bu alfa burchakka. Bu hosil qilayotgan shaklga qarang. Bu tomonga bizda 4 ta katak, bu tomonga 2 ta katak. Ana shu yerdagi burchak alfa bo'ladi deyilmoqda. Endi bu yoqqa qaraymiz. Mana bu. Mana 4 katak, bu yoqda yana 2 katakdan yana shunday burchak hosil qilingan. Demak, men bu burchakni ham alfa deb ayta olaman. Endi bu yerda nechta alfa bo'ldi? 2 ta alfa bo'lib ketdi va bitta beta. 2 ta alfa va bitta betaning yig'indisi jami mana bu 90 gradusni, to'g'ri burchakni tashkil qilyapti. Ya'ni 90 gradusga teng bo'lib qolyapti. Shuning uchun 2 alfa plus beta barobar 90. Javob belgilamiz. 19-savol. Son o'qida -6/7 dan katta va 8/9 dan kichik bo'lgan nechta butun son mavjud deydi. Mana son o'qini chizamiz. Son o'qida mana bu yerda masalan 0 bo'lsa, bu yoqda -1, -2, -3, -4, -5, -6, mana bu joylarda mayli -6/7 joylashgan bo'lsin. Endi 1 2 3 4 5 6 7 8 mana bu joylarda mayli 8/9 joylashgan bo'lsin. Shularning orasida nechta butun son joylashgan deyapti. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 ta butun son joylashgan. Ya'ni D javob.
Endi buni oddiy hisoblab qo'ysa ham bo'ladi. Sal fikrlan, masalan, fikrlaydigan bo'lsak, -1 dan to -6 gacha 6 ta son bor ekani ma'lum. 6 deb olamiz. 1dan 8 gacha 8 ta son bor ekani ma'lum. 8. 6 ga 8 ni qo'shsam, shu joyda o'zi 14 ta son. Mana bu 0 ni ham qo'shib hisoblasam, 15 ta butun son mavjud. Butun son deganda mana bu virgul bilan ajratib yozilgan son tushunilmaydi. Virgulsiz aniq o'zi yozilgan sonlar tushuniladi. Bu o'nli kasr deyiladi. 20-son. 1, 2, 3, 4, 5 raqamlardan foydalanib, ko'pi bilan nechta turli 2 xonali raqamlari takrorlanmaydigan natural son tuzish mumkin deydi. Xo'p, qo'ldan tuzib chiqamiz mana. 12 deb tuzsa bo'ladi, 13, 14, 15 desak bo'ladi. Keyin 21, 23, 24, 25 deb tuzsa bo'ladi. Keyin 31, 32, 34, 35 deb tuzsa bo'ladi. 41, 42, 43, 45 deb tuzsak bo'ladi. Keyin 51, 52, 53 va 54 deb tuzsak bo'ladi. Bu qatorda 4 ta, bu yoqqa 5 ha, shuni jami 20 ta son bor ekan. 20 ta javob bo'ladi. Endi buni oson ishlab qo'yadigan bo'lsak, masalan, ikkinchi usul tinchgina bunday qilamiz. 2 xona uchun mana 2 ta xona chizib olaman. Endi men mana bu birinchi xonaga nechta raqam tanlashim mumkin desa, mana 5 ta raqam tanlashim mumkin. Bu yerga 5 ta imkoniyat bor deymiz. Ko'paygan. Ikkinchi xonaga nechta imkoniyat qoladi? 4 ta imkoniyat qoladi. Chunki bitta raqamni ishlatib yuborganimizdan keyin 4 ta imkoniyat qoladi. Ikkalasini ko'paytirsam 20 chiqadi. Demak, 20 holatda son tuzib bera olaman ekan. Ya'ni 20 ta son tuzish mumkin degani. Bu eng oson usul hisoblanadi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan yechimlar tugadi. O'zi 20 ta savol bo'lardi. Oxiriga keldik.